Assalomu alaykum onajon. Sizga mehmon olib keldim. Keling qizim, keling. Assalomu alaykum. Bolam charchamadingmi? O'qishlaring yaxshimi? Yo'q onajon, charchamayapman. Boringizga shukur. Mana buni yeb oling qizim. Qorningiz ham och qolgandi. Yo'q, rahmat. Qornim to'q, yemayman. Oling qizim, ularning. Olsangchi, juda ham shirin. Yemayman dedim-ku sizga. Bering onajon, men juda ham qornim och. Bu qiz kim? Sanishtirmadingmi? Bu qiz sizga har doim mast erdimi? Bo'lajak keliningiz onajon. Nima? Nimalar deb tashlavyapsiz? Qanaqa kelin? Siz yuring-da, siz bilan gaplashib olmasak bo'lmaydi. Onam azga hozir hammasini tushuntirib beraman, xo'p? Xo'p, bolam. Siz esiz joydami? Nimalar deb tashladingiz? Qanaqa kelin? Sizga turmushga chiqqanimdan keyin men ham onangizga o'xshab ko'chada kulcha sotib o'tiramanmi? Xayr, boshqa ko'rishmaymiz. Kelin qani bolam? Adashibman ona. Bolam. Qo'y, ko'nglingga olma. O'zim tanishimga. Zo'r qiz topgan. Boringizga shukur ona. Faqat o'zingizga o'xshaganman. Balda kelishdik. Sevganimni sizdan ham